Resulullah'ni sog'indim. Hademay hammasi tugaydi. Barcha arablar musulmon bo'ladi, chunki Qurayshga ergashishadi. Nega yig'layapsan, Umar? Islom g'olib bo'ldi-ku, hammasi solim aytganidek bo'ladi. Kelajakda islom qudratli bo'lishdan to'xtab, zaiflashishidan qo'rqaman. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Oh, sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Gözler nuru ya Muhammed, ey Habibi, ey sevgili, selam sana ya Muhammed. Gapimni tushunmayapsizlarmi? Tilingizni tiying. Kimda kim Rasulullahni o'ldi desa, savalayman. Biroz jim tur Umar, quloq sol. Bu odamlar nima deyotganini eshitmayapsizmi? Ular munofiq bo'lib qolishdi. Quloq solinglar odamlar. Bandalar ustidan hukmron bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Ya Muhammed. Haloyiq, kimda kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa bilingki, Muhammad o'ldi. Kimda kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa bilingki, Alloh tirik, hech qachon o'lmas. Yüreğim gülmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Sen dertlere derman, dertli kalplere ferman ya Habibi, ya Muhammed. Muhammad ham bir rasul xolos. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Agar u o'lsa yoki qatl qilinsa, orqangizga qaytasiz. Kimki orqasiga qaytsa, Allohga hech qanday zarar keltira olmas. Va Alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlaydi.